Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim hamda Grand Mobile o'yinchilari. Bugungi videomiz ko'rib turganingizdek OPG haqida bo'ladi do'stlar. Bugun men Kurganskoy OPGga kirdim va hozirda men yettirayman do'stlar. Qani bo'lmasa yaqindan tanishtiraman do'stlar. Hozir men shu Kurganskoy OPGni binosini ichidaman va hozir odam kam ekan. Mana bir ikkitalari o'zi kiryapti, lekin do'stlar men hozir 25-serverdaman va bu serverda ham o'zbeklar ko'p ekan. Aynan mana shu hozir Kurganskoy OPGning lideri o'zbek. Shuning uchun kulgili tarafi nima desa bo'ladi? Kuratorlari ham o'zbek ekan. Mana Fransiskoy degan o'zbek bola ekan. Mana do'stlar, hozir men shu 25-serverda Milan Montano nikidaman do'stlar. Boshqa serverlarga o'xshab Milan Markusda emasman bu serverda. Shuning uchun meni fake chiqarib qo'ymaysizlar degan umiddaman do'stlar. Va do'stlar, hozir biz mashinalarni ham sanab ko'ramiz. Bu anaqani, ya'ni bu OPGni mashinalarini sinab ko'ramiz. Qani qancha yuralar ekan do'stlar. Va hozir men do'stlar ko'chada video olayotgandim. Meni bittasi otib ketdi va men sheriklarimdan yordam so'radim. Va hozir bizga bitta o'zbek bola yordam beradi do'stlar. Qani bo'lmasa videoni davom ettiramiz. Men hozir sizlarga do'stlar shu binoning ichini to'liq tanishtirib o'tmoqchiman do'stlar. O'sha bilsanglar ham kerak, bu sizlar uchun yangilik emas, lekin men ko'rsatib o'tishga qaror qildim do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, bino katta va ichi kengina ham ekan. Mana o'sha basseyn ham bor ekan mana bu yerda. Shunaqa, lekin do'stlar bir gap aytib qo'yay, hamma serverda bunaqa Kurganskoy OPGga ishga kirmaganim, faqat 25-serverda bo'ldi. Umuman o'zi OPGga ishga kirmayotgandim. Prosta o'zbeklar ham tanishda taklif qilib qoldi, shuning uchun kirgandim do'stlar. Va hozir biz mashinalarni ko'rib chiqamiz. Va hozir do'stlar bitta bola shu meni orqamdan mashayalik qilib yuribdi, ya'ni hammani ikkimi profil rasmlarimni qo'yib, hammani aldab yuribdi. Ishga olib kiraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb do'stlar. Men hech kim ishga olib kirganim ham yo'q, turda o'yini montaj ham qilib berganim yo'q va hech qaysi kanalda men yo'qman do'stlar. Agar o'sha bola sizlarga yozsa, unga atvet bermanglar, iltimos qilaman. Men faqat o'zimning Telegram kanalimda yozaman do'stlar. Shuning uchun Telegram kanalimga qo'shilinglar do'stlar. Keyin do'stlar, men nickimni Milan YouTube deb qo'ymayman. Unaqa deb o'zim qildirmayman-da do'stlar, oshkor qilmayman. Oddiy nickda yuraman doim do'stlar. Shunga ham e'tibor berib qo'yinglar. Agar u bola manaqa deb yozyapti desa, do'stlar, u meni adminim bo'ladi do'stlar. Men adminlarimga aytganman. U bola umuman hech qaysi anaqada yoza olmasin, mashqada qila olmasin. Shuni menga xabar berib turishgan deb adminlarga aytib qo'yganman do'stlar. Shuning uchun do'stlar, menga shu borada yordaminglar kerak do'stlar. Agar sizlarga yozsa, u bolaga umuman atvet bermanglar do'stlar. Gaplashib qo'yganlar bular. Lider kesani qo'shaman degan, hozir kelib kutib turibdi bular mana. Kutib turing dedim. Menga atvet qaytarammi yo'qmi buni bilmadim, men ketib boraveraman. Bo'ldi, kutib turaman deb atvet qaytardi. Do'stlar, qaranglar. Hamma serverda bo'lganda, bu serverda ham mana bunaqa ichib olib turib boshqa qiladiganlar bor do'stlar. Hozir meni ezib ketmoqchi do'stlar. Qarang, o'zidan-o'ziga kelib turib, mana o'sha inkassatorchini ham tinch qo'ymayapti. O'zi ular puli yo'qmi, bormi bilib ham bo'lmaydi. Ana u inkassatorchi o'chdi, o'sha mashinasi o'chib qoldi. Va do'stlar, men hozir inkassatorchiga yordam berdim, ya'ni mashinasini remont qilib berdim. Mana SPS deyapti, udachi vam deb qo'yaman. Udachi vam. Baribir o'zbek bo'lami, rus bo'lami, hamma bitta joyda, bitta o'yinda o'ynayaptimi, baribir hurmat qilish kerak. To'g'ri, boydir, o'yinda puli ko'pdir, lekin bu degani kibrli bo'lib ketish kerak emas degani. Va do'stlar, mana mashina ko'p ekan. Hozir biz shu dostupimiz yetgan mashinalarni olamiz. Yetmagani esa qolaveradi.
Mana o'sha ko'p moshinaga dostupimiz bor ekan, ana oxirgi moshinaga dostupimiz yo'q ekan. Hozir menga bu yerda o'sha Nexia'ga o'xshaydigan mashina yoqadi. Mana shu mashina, shuni minib ko'raman va tezligini bilib ko'rishga harakat qilaman do'stlar. Qani bo'lmasa bosamiz gazini. O'sha hozir wow 250 dan o'tdi. 260 dan ham o'tdi. 271. 271 ekan, eng katta tezligi shu ekan do'stlar. Va do'stlar, sizlarga men hozir o'zimiz ishlab chiqargan o'yinni tanishib o'tmoqchiman. Buning uchun do'stlar, videoni kommentariyasiga kirasizlar va Telegram gruppamizga kirasizlar. Telegram gruppamizda esa kirgandan so'ng do'stlar birinchi bo'lib turib shu obuna bo'lasizlar do'stlar. Mana Telegram gruppamiz Grand Mobile bilan chat do'stlar. Shunga kiramiz va biz obunani bosamiz qo'shilishda. Qo'shilganimizdan keyin sizga qoidalar taqdim etiladi. Qoidalarga rozilik bildirganlaringizdan keyin do'stlar, sizlar ushbu guruhga qo'shilasizlar. Va undan keyin sizlarga kanallar chiqadi. O'sha yerda Telegram rasmiy kanalga o'tasizlar. Va o'tgandan keyin do'stlar, o'sha qo'shilishni bosib qo'yasizlar do'stlar. Mana hozir bizni qo'shadi. Mana qo'shilishni bosaman. Qo'shilishni bosganlaringizdan keyin do'stlar, shu yerda Grandda news kelsa, masalan, obnovleniya kelsa, shu kanaldan topishingiz mumkin do'stlar. Va mana bu yerda Livers o'yinini AFK fayl versiyasi taqdim etilgan. Shuni yuklaysizlar va ichiga kirib faylni tortib va o'yinda ko'rishguncha do'stlar. Va biz do'stlar, sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan videolarimiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang.